Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan muntazam kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun 18-avgust 2026-yil haftaning seshanba kuni biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz bilishadi, anchadan beri video qilganimiz yo'q, hayvon kelgan yo'q edi. Mana Xudoga shukr bugun keldi. Bir 12 ta 10 tasini hozir video obzorini qilib beramiz. Hop, kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. 7 ishda sog'liklari sinovdan o'tyapti. O'tdi ham tashdi. Mana Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Tashqaridagilarni ham ko'rsatib o'tamiz, mana hammasini. Batafsil ko'rsatamiz. Hozir mana bularni bir xil ko'rsatib olaylik. Boy bastilar mana yemga tayyoridan yem yeb turganlar mana shu uchalasini tavsiya qilaman. Bo'ylari 1.10. Uni o'rtadagisi 1.5, nariga ekalar. Uni 1.10 dan baland, mana bunisi 1.10. Hop, o'zimiz vodiyda mollari Toshkent yoki voha emas. Hurmatli obunachilar, hop, videolarimizni boshida yana bir bor eslatib o'tamiz. Kamchilik, xatolari bo'lsa videolarimizni oldindan uzr so'raymiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin, bitta olsalaring ham, hop, ikkita olsalaring ham, nechta olinsa ham. Hop, tashqaridagilari bular. Hozir bir ko'rsatib olaylik, narxini aytishni boshlaymiz. Narxi ham bomba, xudo xolosa qo'ldan kelgancha arzon qilib berishga harakat qilamiz. Bular ham zo'r variantidan birdan baland, hammasi 1.5 naqa. Ko'rib turibsizlar, xudo xolosa mollarda kamchiliklari yo'q. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda silos beryapmiz. Kepasiya beryapmiz hozir. Ishlar yaxshi, Xudoga shukr. Ko'rib turibsizlar. Hop, bo'ylari 1.10 mana shu molimizni birinchisidan boshlaymiz. Alohida video desalar, alohida video qilib beramiz. Telegram, WhatsAppda ishlab turadi. Narxi keladigan bo'lsak 12.800.000 so'm. Bo'ylari 1.5 chiqadi, 1 plyusga olaverasizlar, mana shu ikkalasini. Narxi keladigan bo'lsa, mana bu 13.5 million so'm, mana bu 13 million so'm. 13.500.000 so'm, 13 million so'm. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Mana bu 4 burchak o'ta zo'r narsa. 7 ishtilari ham zo'r. 12.800.000 so'm qilib beramiz. Bo'ylari 1 plyus. Ostilari ham yaxshi. Qiziqqanlar yana bir bor eslatib o'tamiz. Ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Imkoniyati bor odam tepasiga kelib savdolasa yana ham yaxshi bo'ladi. Eston hunojinimiz bo'ylari 90 plyus, 90 ga olaverasizlar. Narxi keladigan bo'lsa 8.800.000 so'm. 8.800.000 so'mga dastlabkilarni qilib beramiz. Kalla boshlarining ko'rinishi o'ta zo'r. Ularlar ham shaltoqlar. Hamma yo'g'i kelishga 8.800.000 so'mga dastlabkilarni qilib beraveramiz. Hozir ichkaridagilarni ham bir qo'l ko'rsatib o'tamiz narxlarini. Mana shu birinchida turgan polpa xunojinimizni 9.300.000 so'm qilib beramiz. 90 sm bo'ylari ikkalasini ham. Buni eti yaxshi, mana buning eti sal pastroq, lekin 7 ishtilari zo'r. Qonlari ham oriqroq. 8.600.000 so'm qilib beramiz. 90 sm ga olaverasizlar. Mana busi 9.300.000 so'm. Hop, bo'ylari 1.10 dan baland aytilgan xunojinimiz yem yeb turgan variantidan etvoshi yaxshi 14.800.000 so'm. Mana busi bor 13.300.000 so'm, bo'ylari 1.5. Bu ham yem yeb turgan, yoshi 2 yosh. Mana bu qorani kuragi chiqqan hurmatli obunachilar, to'y marosimlarga hazina boqib so'yamiz deydigan odam bo'lsa tavsiya qilaman. 13.800.000 so'm, bo'ylari 1.10, shved narsa, 7 ishtilari ham zo'r.
aytilgan narxlardan ozgina xayr sunnatiga o't berishimiz mumkin, lekin ko'p o't bera olmaymiz hurmatli obunachilar. Sababi narxni ilojini boricha yengilroqlik qilib berishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari tekin boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda deb shuningcha aytyapmiz. Sabab narxni ilojini boricha yengil qilib berganimiz uchun boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda deyilyapti. Hammasini yeb ishlari zo'rda xolasa kamchiliklari yo'q. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayzi baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.